bu yilgi tomchilab sug'orish lentangizni kelasi yilga ham ishlatmoqchimisiz? Turboplast korxonasi siz aziz dehqon akalarimiz uchun yangilik qilishdan to'xtamaydi. Ko'rib turganingizdek, ikki qatordan qilib tomchilab sug'orish lentasini o'rab olish dastgohini biz ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Men sizga ushbu dastgohni obzorini birma-bir ko'rsatib chiqaman. Ushbu dastgohimiz temirdan yasalgani sabab sizga og'ir tuyulishi mumkin, lekin buni ham biz sizga yechimli qilib berdik. Ko'rib turganingizdek, 4 ta balloncha shaklda tekis yerda bir kishi bemalol bir joydan ikkinchi joyga ko'chirib olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Dala sharoitiga to'g'ri keladigan bo'lsa, traktorga ulab yoki 2 kishi, 3 kishilashib bir joydan ikkinchi joyga ko'chirib olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Akalar, ushbu dastgohning ishlash prinsipi ushbu qismga traktorning karnavali ulanadi va tomchilab sug'orish lentasi bu tomondan kirgizilib, bu yerga tomchilab sug'orish lentasini o'rab olish uchun kachushkalar qo'yiladi plastmas shaklda. Xo'p, tomchilab sug'orish lentasi o'rash boshlangandan keyin kachushkalar to'lib qolsa, traktorni o'chib yoqish shart bo'lmaydi. Sizga buni ham yechimli qilib berdik biz. Ushbu pedalni bosib, siz bu tarafda aylanayotgan valni to'xtatib turib, to'lib bo'lgan kachushkani almashtirish imkoniyati sizga mavjud bo'ladi. Ushbu dastgohlarimizni hozirda biz mijozlarimizga yetkazib berish jarayonida turibmiz. Xudo xohlasa, mijozlarimiz ishlatayotgan holatlarni video olib jo'natganlardan keyin biz ijtimoiy sahifalarimizga joylashtirib boramiz. Ushbu videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta sahifalarimizga obuna bo'lib qo'ying. Kimga agar xuddi shunday dastgoh kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi.